Assalomu alaykum hammaga, ismim Sildan. Sotuv bo'yicha 2 yillik tajribam bor. Shu paytgacha Supermedia kompaniyasida ishlab kelganman. Xo'p, va zapsk sohasida asosan sotganmiz, sotuvlar qilganmiz. Va bugun xudo xohlasa sotuv sohasi bo'yicha gaplashib o'tamiz. O'zi sotuv nima? Shu savolga javob berib o'taman. Sotuvni hayotda qiymati va uning o'rni haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Bu yoqda men kompyuterda hamma ketma-ketlik shablonlarni yozib olganman. Shunda sizni ham, meni ham o'zimni vaqtim olmaslik uchun bu yoqda eng kerakli ma'lumotlar berish uchun. Xo'p, unda ketib sotuv sohasining qiymati va uning hayotdagi o'rni. Sotuv bu shunchaki mahsulot yoki xizmatni mijozga yetkazish emas, balki har bir inson uchun muhim ko'nikma. Aslida sotuv sohasining o'rganish hayotda ko'p jihatlarda katta ustunlik beradi. Va har bir bu yerda ma'lumotlar bergandan keyin o'zimni qo'limdan kelgancha kes va feedbacklarimni aytib o'taman. Ya'ni bu o'zim bilgan ma'lumotlar. Hop, o'zi ko'pchilik o'ylaydi, sotuv deganda do'konda, misol uchun kubik sotuvchi inson do'konda narxlar qo'yilgan, xuddi shu narsani mijozga beruvchi inson hisoblanadi deb o'ylashadi ko'pchilik. Bular ham sotuvchimi? Ha, sotuvchi. Endi sotuv menejeri haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni qo'l operator. Endi bitta yana qo'shimcha aytib ketmoqchiman. Ko'pchilik adashtiradi. Qo'l operator, ya'ni qo'l operatori bilan sotuv menejeri boshqa. Qo'l operatori kim desangiz, qo'l operatori deganda siz misol uchun Ucell-ga telefon qilsangiz, ular sizga ma'lumot berishadi, faqat ma'lumot berishadi. O'quv markazida administratorlar o'tiradi, sizga faqat ma'lumot berishadi. Sotuvchi menejer esa sizga ma'lumot berib, rostdan ham sizga to'g'ri ekanligini bilib va sizga o'sha narsani sotadi. O'zini narsasini, o'zini mahsulotini sotadi. Bu esa sotuv menejeri hisoblanadi. Endi sotuv menejerligida har xili bor. Kimdirlar telefon orqali sotadi, kimdirlar yuzma-yuz. Ya'ni bu sohani ham o'ziga yarasha har xil joylari bor. Ya'niki call centerda faqat telefon orqali sotadi, bir xil masalan B2B bilan B2C ga bo'linadi bu narsa. Ko'proq endi menejer, ya'ni sotuv menejer deganda mijozni offline ham, onlayn ham Zoomda ham har bir holatda ularga ma'lumot berib, ularga to'g'ri ekanligini topib va ularga ehtiyojini aniqlab, ularga mahsulotni taklif qilish, ya'ni unga sotish. Va endi nega sotuvni o'rganish haqida gaplashib o'tamiz. Aynan nima uchun siz sotuvni o'rganishingiz kerak? O'zim endi ko'p ta'limni yorituvchi insonlar, ustozlarim, masalan, Davlatbek Turdiyev, ya'ni xotira bo'yicha, ya'ni eslab qolish bo'yicha, Azraqov, Ibrohim Gulyamov, biznes bo'yicha ham juda ko'p. Ibrohim Gulyamov misol uchun, Alchayev misol uchun, juda ko'p ixtiyor do'stlik kuchli insonlarni men bilaman va ular ham hammalari sotuvni o'rganish kerak, birinchi tavsiya berishadi. Xo'p, endi sotuv haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Moliyaviy mustaqillik eng yuqori daromadli mutaxassislar orasida sotuvchilar ham bor. Ya'ni bu dunyo statistikasi bo'yicha olingan top 10 talikda ham ancha sotuvchilik bor. Sotuv menejer. Kompaniyadagi eng yaxshi natijaga erishgan sotuvchi hamisha yuqori maosh oladi yoki komissiya orqali cheksiz daromadga ega bo'lishi mumkin. Ya'niki bu yerda sotuvda shunaqa narsa bor, siz sotishingizga qarab pul berishadi. Bir xil joylarda stabilni oylik 2 million, 2 million 300, 2 million 500, 2 million 600, mana shunaqa 200 ming yoki 300 ming mana shunaqa ko'tarilib boriladi oyiga va stajlarga qarab. Bu yerda esa unaqa emas, kelib turib birdaniga ham yaxshi pul topishingiz mumkin. Bu yerda sotuvga bog'liq ko'p narsa. Ko'p joyda fix va KPI'lar beriladi. Fix KPI degani, ya'ni fix siz ishlasangiz normal bajarasiz, bir xil joylarda shuni berishadi, bir xil joylarda ishingizga, intizomingizga, erta kelishingizga va normal bajarishingizga qarab berishadi. 2 million, 3 million so'm. Sotuvda sotganingizga qarab foiz berishadi. Misol uchun, deylik 100 million sotsangiz, sizga berish mumkin 10 million, 10%. Masalan, berish mumkin 5% qilib 5 million. Shunaqa. Har xil KPI'lar bor. Bu kompaniyani har xil turiga bog'liq. Shu. Endi har qanday biznesning asosi eng yaxshi mahsulot ham sotilmasa, hech kim buni tanimaydi. Sotuv biznesning harakatlantiruvchi kuch. Xo'p. Ya'ni sizni mahsulotingizni hech kim sotmasa, u harakatga bo'lmaydi va eng yaxshi anaqa masalan, kompaniyaning yuragi bu sotuvchi hisoblanadi. Chunki eng katta pulni sotuvchi olib keladi. Misol uchun bizda marketing jamoasi bor, SMM jamoasi bor, Instagram admin, kerak bo'lsa rahbar, hamma insonlar ham misol uchun pul olib kelish mumkin. Lekin eng katta qismini sotuvchi inson olib keladi. O'shaning uchun ko'p urg'uni sotuvchilarga bog'liq bu narsa. Xo'p, hayotning barcha sohalarida qo'l keladi. Masalan, o'zingizni, g'oyalaringizni va yoki loyihalaringizni sotish. Bu ham san'at. Ishga kirishda, intervyularda, investorlarni jalb qilishda yoki hatto shaxsiy hayotda ham o'z ko'nikmalaringizda katta rol o'ynaydi. Albatta, misol uchun siz faqat sotuv deganda o'zingiz narsangizni sotishingiz emas, balki ishga kirish jarayoningizda o'zingizni fikringizni sotish jarayonida, o'zingiz loyihalaringiz bor, o'zingiz shaxsiy brendlaringiz bor, qachondir loyiha qilib o'sha narsani sotishingiz mumkin va o'sha jarayonda bu ham sotuv ko'nikmasi ustunlik beradi. Xo'p, psixologiyani tushunish, ya'ni sotuv bu mijozlarning ehtiyojini anglash va ularga mukammal yechimni taklif qilishdir. Har qanday insonning fikrlash tarzi tushunish hayotning barcha jabhalarida yordam beradi. Xo'p, endi bu yoqda sotuvchilar mijozlarning ehtiyojini aniqlash va ularga mukammal yechim taklif qilishdir. Har qanday insonning fikrlash tarzini tushunish hayotning barcha jabhalariga yordam beradi. Ya'ni siz kommunikatsiyada ham, munosabatlarda ham, umumiy hayotingizda ham ko'p insonlarni rostdan ham tushib, ularga yechim bera olsangiz, siz albatta ular bilan munosabat qura olasiz va tashlab keta olasiz. Bu yerda shu narsa aytiladi. Va buni sotuvchilikda o'rganasiz. Xo'p, sotuvni o'rganish orqali qanday natijalarga erishishingiz mumkin? Daromad oshishi, mijozning ehtiyojlarini aniqlash orqali ko'p savdo qilish va qimmat mahsulotlarni sotish osonlashadi. Ya'ni sotuvni bilsangiz, ya'ni qimmat narsalarni ham sotishingiz mumkin. Xo'p,
ishga joylashish imkoniyati. Dunyodagi istalgan kompaniya ya'ni kuchli sotuvchilarni izlaydi va bu sohani o'rgangan odam doim talabgir bo'ladi. Xo'p, ishonch va ta'sir kuchi oshadi. Yaxshi sotuvchi mijozlarni o'ziga tortadi va har qanday vaziyatda o'z fikrini to'g'ri yetkaza oladi. Agar siz sotuvchilikni o'rganib, bu narsa o'rganganingizdan keyin va o'zingiz fikringizni yetkaza olish qobiliyatingiz ham parallel ravishda rivojlanadi. Muloqot va muzokaralar san'ati. Kuchli sotuvchi odamni tinglash, ularning istaklarini tushunish va mos keluvchi yechimlarni taklif qilish mukammal egallaydi. Liderlik va boshqaruv ko'nikmasi. Sotuvni tushungan odam keyinchalik jamoaga rahbarlik qilishi yoki o'z biznesini yo'lga qo'yishi imkoniyatiga ega bo'ladi. Xo'p, sotuvchilar dunyodagi eng qimmat mutaxassislar. Ulardan misol uchun Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos barchasi kuchli sotuvchilar edi. Men inglizini zo'r bilmayman, qo'lnigicha aytayman. Xo'p, ular o'z g'oyalarini va maqsadlarini odamlarga ongiga singdirib kuchli kompaniya qurdilar. Ko'pchilikda shunaqa narsa bor, harakatini, o'zini intizomini, o'zini kuchini natija raqamlarda ko'rsata oladi. Bir xilla uni so'z bilan ifodalab, boshqa insonlarga ham ongiga singdirib u narsani sota oladi. Va bu insonlar ancha qarasiga o'sishi mumkin. Ya'ni sizni bitta narsangiz notiqligingiz bo'ladigan bo'lsa, masalan, o'zingiz sinfdoshlaringiz, o'zingiz tengdoshlaringiz, o'zingiz guruhingizda kim notiqligi, so'z boyligi ustunroq bo'lsa, u inson ko'proq narsalarga misol uchun kelajakda yaxshiroq narsa egallashi mumkin. Shuning uchun unda sotuv mahorati bo'ladi. Xo'p, dunyoda ishlab chiqarishdan ko'ra sotuv bo'limiga ko'proq sarmoya kiritiladi. Sababi sotuvchilar bo'lmasa hech bir mahsulot bozorda ommalashmaydi. Xo'p, har qanday mahsulot yoki xizmatni sotish mumkin, agar sotuvchi yetarlicha malakali bo'lsa. Sotuvni o'rganish orqali qanday o'zgarishlar bo'ladi? Odamlar bilan tez til topishni o'rganasiz. Har qanday mahsulot yoki xizmatni mijozga kerakli qilib ko'rsata bilasiz. Mijozlarning ehtiyojlarini chuqur tahlil qilishni o'rganasiz. E'tirozlarni yengish va savdoni yopish bo'yicha tajribaga ega bo'lasiz. Shaxsiy brendingizni rivojlantirib, o'zingizni ham sotish imkoniyatlariga ega bo'lasiz. Xo'p, xulosa sotuv bo'yicha umumiy, ya'ni sotuv hammaga kerak, birdan hammaga kerak. Kimdir sotib oladi, kimdir kimdir sotadi. Ya'ni bundan mustasno odam yo'q. Hayotingizda davomida nimadir sotib olasiz, qachondir baribir nimadir sotib olasiz va sotasiz. Masalan, maishiy texnikalarni, o'zingiz fikringizni cheklashda, intervyular umumiy hamma joy jarayonida bu juda ham kerakli bo'ladigan narsa. Xo'p, siz tadbirkor bo'lasizmi, menejermi yoki oddiy hayotda muvaffaqiyat qozonishni xohlaysizmi? Farqi yo'q. Sotuv bu hayotingizning ajralmas qismi. Har kuni biz biror narsani sotamiz, o'z fikrimizni, g'oyamizni, brendimizni. Shunday ekan, sotuvni o'rganish kelajakka qilingan eng yaxshi investitsiyalardan biri hisoblanadi. Umumiy shu narsalarni aytmoqchi edim. Xudo xolasa bu YouTube'ga joylanadi va keyingi xudo xolasa darslarimizga ham shunaqa manfaatli darslarni olib boramiz. Bu endi sotuv sohasini hayotda va qiymati va uni qayerda o'rnaydi. Xudo xolasa keyingi darslarimizda ko'rishguncha. Paka.